Üçüncü şübhə. Ularning bu to'g'ridagi shubhasining xulosasi tövendikilardan iborat. Hadis payg'ambarimizning nazarida shariat emas edi. Payg'ambarimiz ham o'z hadislarining din uchun belgilama chiqaradigan manba bo'lgan bo'lishini maqsad qilmagan. Shariatshunoslik manbasi bo'lsin degan maqsadda biror narsani degan yoki qilgan emas. Payg'ambarimiz o'z hayotida Qur'oni Karimdan boshqa bir qonun chiqaradigan manbaning bu sohada mavjud bo'lishini xohlagan emas. Balki Rasulullohning nazaridagi shariatshunoslik manbasi faqat Qur'oni Karim edi. Shuningdek sahobalarning tushunchasi ham mushundoq edi. Tabiinlarning davri kelib bu davrda hadis muhim deydigan, hadisni shariatshunoslik manbalaridan bir manbadir deydigan fitna maydonga kelishga boshladi. Bu islom diniga nisbatan ajallik zarba edi. Bu chaqda islom diniga u dinga mansub bo'lmagan tarkiblar kirib, Qur'ondan iborat sahih va xolis vahiyga payg'ambarimizning so'zidan, insonning so'zidan iborat vahiy emas narsalar aralashib ketdi. Vahiy emas deyish orqali payg'ambarimizning hadisini ko'zda tutamiz. Ular bu qarashlarining tövəndikidek dalillar borligini davron qilishadi. Birinchi. Payg'ambar alayhisalom sahobalarni Qur'oni Karimni yozishga buyurib, buningga undigan bo'lsa, hadisdan so'z bo'lsin yoki ish harakat bo'lsin, har qanday bir narsani yozishni cheklagan va bu vaqtda mundaq degan. Men to'g'riliq bir narsa yozmanglar. Kimiki men to'g'riliq Qur'ondan boshqa bir narsa yozadi ekan, buni o'chirib olsin. Ikkinchi. Sahobalar payg'ambarimizdan hadisning shariat emasligini o'rganib, shunglashqa yozg'ili bo'ladiganligi narsaga Qur'oni Karimni yozishga nihoyat ahamiyat bergan bo'lsa-mu, hadis yozish va yodlash ishiga ahamiyat bermagan. Üçüncü. Xulafa-ur Rashidillar boshchiligidagi cho'ng sahobalar hadis rivoyat qilishni yoqtirmaydi va uningdan ogohlantirgan edi. Xalifa Umar hadis rivoyat qiluvchilarga tahdid silib ogohlantirib turadigan edi. Bu kishi hadis rivoyat qilmaslik haqidagi tahdid va ogohlantirishni ijro qilish yuzasidan hadis rivoyat qilganliklari sababli bir necha sahobani jazolab qamab qo'ygan edi. Bu shubhaga raddiya va ularning yolg'onchiligi. Mana bular ularning shubhasi va hadis tutmaslik haqidagi dalillari. Bu turdagi shubhining tubdan asosi yo'q. Uning dalillarining texmi tayini yo'q, yolg'ondir. Musulmon ummati ilgirki bo'lib hammasi toki qiyomatga qadar Allohning yordami bilan shu masalada birlikka kelganki, payg'ambarimizning hadisi islom shariatshunoslik manbalaridan ikkinchi manbadir. Biz Allohning marhamati bilan hadisning Allohning huzuridan kelgan vahiy ekanligiga yetarli dalillarni keltirdik. Hadisning Allohning huzuridan kelgan vahiy ekanligi, shundaqla Allohning insonlarga yo'llagan shariat ekanligiga keskin yetarli dalildir. Shaksizki hadis islom shariatshunosligining ikkinchi manbasidir. Hamda biz bu masalani texmi oydinlashtirish yuzasidan ularning shubhalariga dalil deb akagan shu atalmish sabsatlarga raddiya berib o'tamiz. Birinchi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'oni Karimni yozish va yodlashga undab turib, hadis yozishdan cheklagan. Rasulullohning Qur'onni yozadigan katiblar bor edi degan so'ziga kelsak, bu ko'ptirib etilgan so'z bo'lib, boshqalarni qaymoqtirish maqsadida bir qism haqni oshkorlab, yana bir qismini yo'shirishni asos qilgan. Shuningda shak yo'qki, Qur'oni Karim yozilish va saqlanish jihatda payg'ambarimizning hadisiga mansub bo'lmagan alohida ko'ngil bo'lishga erishgan. Qur'on bu dinning birinchi manbasi. Nopos va muqaddaslik jihatda hadisdan yuksakdir. Qur'oni Karim yozishga, saqlashga, ko'ngil bo'lishga, ahamiyat berishga eng haqliqdir. Shuning uchun Qur'oni Karim yozish va xotirlash jihatda hadisga mansub bo'lmagan ko'ngil bo'lishga erishgan. Sahobalarning hadisdan bakrak Qur'oni Karimni yozishga ko'ngil bo'lishiga to'rtkilik sabablar nihoyat nurg'un bo'lib, bu sabablarning birisi Qur'oni Karimning Jibril alayhisalom payg'ambarimizning qalbiga elib tushgan chegara bilan chegaralanganligi, shunglashqa Qur'onni yozish va bilish qolay. Sahobalarmi bu vaqtda ko'proq sharoitga ega bo'lganligidir. Rasulimizning so'z va ish harakatlaridan iborat bo'lgan hadisga kelsak, hadis nihoyat nurg'un va ko'p tarmoqliq hamda payg'ambarimiz sahobalar orasida yashagan 23 yil muddatni, Rasulullohning kundalik degan so'zlari va ish harakatlarini o'z ichiga oladi. Bu yozish va xotirlash mushaqqatli bir masala. Bo'libmi sahobalar orasidagi savodliqlarning ozligini hisobga olganimizda texmi shundoq. Yana Qur'onga alohida ahamiyat bergizgan sabablarning biri Qur'oni Karimning xotirlanishi bir zaruriyat bo'lib, bu zaruriyat Allohdan Rasulimizga vahiy qilingan Qur'oni Karimning so'zligi va ma'nosi bilan payg'ambarimizga vahiy qilingan bo'lishi. Ma'nosi bo'yicha yetkazishga bo'lmasligi Qur'oni Karimni cho'qim yozishga tegishli zaruriyatga aylantirgan. Hadis kelsak, hadisni ma'nosi bo'yicha rivoyat qilishga bo'ladi. Hadis masalasida bir kimning Rasulimiz mushu mazmunda bir so'zni dedi, mushuninga o'xshab ketadigan bir narsani dedi degandek so'zlarni deyishiga bo'ladi. Ammo Qur'oni Karim haqida
bundaq deyish joiz emas. Bu turdagi ishlar ichida Rasulullohning sahobalari orasida savodliqlarning oz sonli kishilar ekanligi, Qur'on va hadisni bir qatorda birlikda yezib ketish imkoniyatining bo'lmaganligidir. Agar savodliq sahobalar qaysi birini yezish kerak deganni tanlash qo'yilgandek bo'lsa, albatta yeziladigani Qur'oni Karim bo'lsin dan iborat bo'ladi. Shundala ular Qur'oni Karimni keyingilarga to'p-to'g'ri, to'liq tekshirilgan, bir harf ortiq yoki kam bo'lib qolmagan holatda topshirib bera oladi. Hadisni inkor qiluvchilarning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'ondan boshqani yezishdan cheklagan. Qur'ondan boshqasi demak hadisning dal o'zi shu deb dalil keltirishiga kelsak, bu bir necha nuqtadan xato dalil. Imom Muslim Abi Sa'd al-Xudriydan shunday rivoyat qilgan. Rasulimiz alayhissalom mundaq degan: "Men to'g'riliq bir narsa yozmanglar. Kimiki mendan Qur'ondan boshqa bir narsani yozib olgan bo'lsa, u yozib olganini darhol o'chirsin." Bu hadisni hadis sohasidagi mu'minlarning amiri Abu Abdullah Buxoriy va boshqalar Abi Sa'd al-Xudriyga mavquf hadisdir degan. Mavquf hadis sahoba ijtihod qilib degan bo'lishi mumkin bo'lgan hadisdir. Buni nazardan saqit qilganimizda payg'ambar alayhissalom hadis yozishdan cheklaganiga o'xshash yana Rasulullohdan hadis yozishga ruxsat qilganligi, balki buyurganliklari boshqa hadislarda kelgan. Shuning uchun aytamizki, ularning bu hadisni dalil keltirishda boshqalarni qaymoqtirish maqsadi bor. Nima uchun ular Qur'ondan boshqani yozishdan cheklaganligi haqidagi bir hadisni bayon qiladi-yu, ko'p sonliqni egallaydigan yozishga ruxsat qilganlik haqidagi hadislarni ko'rsatib o'tmaydi. Bu dalillarning biri Rasulimiz alayhissalom Makka fathi bo'lgan kuni nutq so'zlab mundaq degan: "Alloh Makkadan o'ldirilishni yoki pilni to'sdi. Alloh o'zining payg'ambarini va mu'minlarni Makkaga ega qildi." Rasululloh so'zini oxirlashtirib turishiga Yamanliklardan bir odam kelib: "Ey Allohning payg'ambari, menga deganlaringni yezib bergin" dedi. Payg'ambar alayhissalom Abi Shahga yezib beringlar dedi. Bu hadislarning yana biri Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis bo'lib, u mundaq degan: Abdullah ibn Amrni hisob qilmaganda Rasulullohning hadisini mendan obdarroq biladigan bir kim yo'q edi. Abdullah ibn Amrning mendan obdarroq bilishining sababi u savodliq edi. Men bo'lsam savodsiz edim. Bu qatorda yana Abdullah ibn Amrdan rivoyat qilingan hadis bor. Sahobalardan biri u kishiga mundaq degan: "Sen Rasulimizning deganlarining hammasini yozsan. Rasulimiz bir inson. U kishi g'azablanganda shariat emas narsalarni debmi qo'ydi." Bu gap bilan Abdullah Rasulimizning qishig'i qaytib berib, boshqalarning o'ziga degan bu gapini xabar qilganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Yozg'in. Jenim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, mening og'zimdan faqat haq chiqadi." Bu rivoyatlar sahih hadis kitoblaridagi sahih rivoyatlardir. Bu sohada bu rivoyatlardan boshqa yana nurg'unlagan zaif rivoyatlar bor. Agar biz hadis xotirlashdan cheklaganlik haqidagi hadislar bilan xotirlashga ruxsat qilganlik haqidagi hadislar orasini selishtirib ko'rgudek bo'lsak, Abu Bakr al-Xatib rahmatullohi alayhining Rasulimizning hadis xotirlashdan cheklaganligi haqidagi rivoyatlarni to'plaganligini, bu rivoyatlar ichida yuqorida bayon qilib o'tgan Abi Sa'd al-Xudriyning hadisidan boshqa bir hadisning sahih emas ekanligini ko'ramiz. Biz yuqorida Imom Buxoriyning bu hadisni Abi Sa'd al-Xudriyga mavquf deb ko'rsatganligini bayon qilib o'tdik. Boshqa hadislarni ana shuningdek qilishgan. Halbuki payg'ambarimizning hadis xotirlashga ruxsat qilganligi haqidagi hadislar ko'p. Bu hadislarning sahihlari texmi ko'p. Biz bu hadislarning bir qismini yuqorida keltirdik. Bulardan sirt yana Rasululloh alayhissalom kesilining oxirgi minutlarida "Sizlar menga bir narsa akilib beringlar. Men sizlarga bir xat yozib beray. Sizlar buningdan keyin aslo ozmaysizlar" degan edi. Olimlar hadis xotirlashga ruxsat qilganligi haqidagi hadislar bilan xotirlashdan cheklaganlik haqidagi hadislar orasida izdinish berib, izdinish natijasida tövandagidek bir bo'lik ko'z qarashlarni yakunlagan. Birinchi, bu hadisni hadis bilan mansub qilish turidagi masalalarning biri. Ya'ni oldi bilan yezishni ma'ni qilish, orqadan yezishga ruxsat qilish bilan bu cheklama amaldan qoldirilgan. Ulamolarning ko'pchiligi bu xil qarashga ega. Jumladan Ibn Qutayba o'xshamaydigan hadisning ta'vili haqida nomli kitobida mundaq deydi: Ulamolar deyishidi, oldi bilan Qur'on bilan hadisning aralashib ketishidan ansirganlikdan cheklama maydonga kelgan. Aralashib ketish ehtimolligi yo'qolganda bo'lsa, ruxsat qilingan. Ikkinchi, cheklama mutlaq emas, balki hadis va Qur'onni bir varaq yozishdan cheklangan edi. Ayrim ikki dona narsa yozishga kelganda uningga ruxsat qilingan. Uchinchi, bu yerdagi ruxsat o'zlari maxsus foydalanish uchun xotirlaydigan Qur'on bilan hadis orasini aralashtirib o'tish ehtimolligi yo'q bir qism sahobalarga qilingan. Bu vaqtda buningdan sirt yana bir bo'lik ko'z qarashlar bor, ammo cheklagan rivoyatlar va ruxsat qilgan rivoyatlardan shu oydinki
Ruxsat avval cheklagandan keyin maydonga kelgan. Agar biror mansub qilingan ish bor deyilsa, u dal xotirlashdan to'sqan cheklamaning amaldan qoldirilganligidir. Mana bu jumhur ulamolar rivoyat qilgan masala. Bu orqali ularning Imom Muslim Abu Said al-Xudariydan rivoyat qilgan ular hadis shariat sunaslik manbasi emas deganida bo'lsin yoki hadis dalil qilishga yaramaydi degan so'zda bo'lsin, cho'ng qoral hisoblaydigan, mayli yiziqchilikda, mayli munozirada bo'lsin, hadisi o'tirib qo'ydigan hadis xotirlashdan cheklash haqidagi dalil yerga uriladi. Bularning sahobalar payg'ambarimizning hadisning shariat emas ekanligini bilgachga hadis xotirlashni tashlab, xotirlashga ching tutishga ahamiyat bermagan degan so'zga kelsak, bu ochiqdan ochiq kazzoblik va cho'ngchilik qilganlik bo'lib, hadis kitoblaridan musulmon ummatining Rasulullohning hadisi oldida tutgan pozitsiyalaridan, ulamolarning yozganlaridan, ilmlar tarixidan, bo'libmi sahobalarning Rasulullohning hadisiga qarata tutgan alohida hurmat pozitsiyasi qatorliqlardan xabardor odamlar bularni ochiq oshkor kazzoblik qilyotidi deb kesib aytoladi. Ham ularning qanchalik darajada azbaylaganligini, haqning oldida qanchalik yolg'onlarni o'ydirib chiqarganligi, haqni nohaq, oqni qora qilganligi har kimni hayron qoldirdi. Rasulimizning sahobalari o zotning so'zlari, ish-harakatlarini mulohiza qilish, asli saqlash va amal qilishga qattiq erisman odamlar edi. Bularning cho'ng-kichik har bir ishni aqtirish, yodlash, o'qib olish, amal qilishga bo'lgan erismanligi ularning uyi yiroqroq bo'lganlarini Rasulullohning qishig'i navbatlashib kelgan holatga kelib kelgan edi. Mana Umar ibn Xattob Imom Buxoriy bu kishiga tutashgan sanad bilan hadis bayon qilib mundoq deydi. Umar radhiyallohu anhu mundoq deydi. Men va mening Bani Umayya ibn Zayd jamoatidagi bir ansoriy qo'shnim Madinaning igiz joylarining biridan Rasulimizning qishig'i navbatlashib tushadigan edik. U bir kun tushsa, men bir kun tushatdim. Men tushganimda shu kunning xabarini o qo'shnimga yetkazsam, u tushgandimi ana shunda qilgan edi. Mana bu sahobalarning Rasulullohning hadisini bilishga bo'lgan qattiq erismanligi, hadisga agishish va uningga ching yepishishga bo'lgan amroqligidan boshqa narsa emas edi. Sahobalar o'zlari duch kelgan bir qism masalalar haqida Allohning hukmini Rasulimizdan so'rab bilib olish uchun uzun musofalarni besib keladigan edi. Imom Buxoriy Uqba ibn Harisdan shunday rivoyat qiladi-ki, bir ayol Uqba bilan uning xotinini emitganligini, ya'ni ayol ikkisining aslida emildosh tuqqan ekanligini xabar qiladi. Buni anglagan Uqba shu hamon Makkadan Madinaga Rasulullohning qishig'i atlandi. U Rasulullohning qishig'i yetib kelib, o zotdan o'zining bir xotin olganligini, uning emildosh singlis ekanligini bilmaydiganligini, orqadan bu ikkalanni emitgan inikana ikkalanni emitganligini xabar qilganligini so'zlab, bu vaqtdagi Allohning hukmini so'raydi. Uning Rasul akram sallallohu alayhi va sallam u ayol mundoq degan bo'lsa qanday qilguliq? Ajrashmasang nima amal ma'nosida deb javob berdi. Shuning bilan u shu vaqtning o'zida mazkur ayolidan ajrashib boshqa to'y qildi. Sahobalar Rasulimizning ayollaridan Rasulimizning oiladagi ish-harakat va faoliyatlari haqida so'rashga erishgan edi. Ayollarmu payg'ambarimizning ayollarining uyiga berib, o'zlari duch kelgan masalalar to'g'riliq payg'ambarimizning ayollaridan so'raydigan edi. Bu hammaga mashhur ham aniq bo'lgan dalil yoki misol keltirish ketmaydigan masala. Rasulimizning hadisini ching tutishgan sahobalarning hirismanligi shu darajaga yetganki, ular hech qanday sababini bilmagan taqdirdami, Rasulullohning qilganini ching tutib, qilmaganini tark qiladigan edi. Ular Rasulullohning qilmishining vahiy ekanligiga ishonch qilganlikdan sababini so'rabmi yurishmaydi. Imom Buxoriy Sahih Buxoriyda Ibn Umardan rivoyat qiladi. Ibn Umar mundoq deydi. Payg'ambarimiz oltindan bir uzuk qilg'izgan edi. Sahobalar oltindan uzuklarni yastab selishga boshladi. Bir mezgildan keyin Payg'ambarimiz uzukni elib etib, "Men o uzukni hargiz sanmayman" dedi. Shuning bilan sahobalar uzuklarni elib etishdi. Qozi Iyaz Ash-Shifa degan kitobida Abi Said al-Xudariydan rivoyat qiladi. Abi Said mundoq deydi. Bir chaqda Rasulimiz alayhissalom sahobalar bilan namoz o'qiyotgan edi. Payg'ambarimiz to'satdan oyoq kiyimini silib, uni so'l tarafiga qo'yib qo'ydi. Buni ko'rgan sahobalar oyoq kiyimlarini silib etishdi. Rasululloh namozni o'qib bo'lib, "Sizlar nima sababdan oyoq kiyiminglarni silib etdinglar?" dedi. Sahobalar, "Ey Allohning payg'ambari, biz sizning oyoq kiyimlarini silib etganliklarini ko'rdik." deganlarda Rasululloh, "Jibril menga bu oyoq kiyimda nijosat borligini xabar qilgan edi" dedi. Ibn Abdulbar o'zining ilmning bayoni va uning fazilatining majmuasi degan kitobida Ibn Mas'uddan shunday rivoyat qiladi. Ibn Mas'ud payg'ambarimiz juma kunida xutba o'qiyotgan chaqda masjidga kirib kelgan. U payg'ambarimizning "O'ltiringlar" deganini anglab masjidning eshigida, ya'ni payg'ambarimizning shu so'zini anglagan joyida o'ltirgan.
Buni ko'rgan payg'ambarimiz uningga qarab, "Ey Abdullah ibn Mas'ud, bu yoqqa kel" degan edi. Payg'ambarimizning hadisini har qanday sharoitga hadis bo'lsin, bilish, amal qilish, buyruqiga ovoz qo'shish, Abdullah ibn Mas'udga o'xshash buyrug'ini qilib cheklagandan darhol yenish, sahobalarning namozda oyoq kiyimini saqlari, oltin uzuklarini tark qilishganiga o'xshash bir ishni qilishdagi hikmatni tushunmagan taqdirda ham darhol o zotning buyruq cheklamalariga ovoz qo'shishga bo'lgan bu xil yuksak darajadagi erismanligi sahobalarning Allohning rasuliga itoat qilish va u zotni ulga qilish haqidagi Allohning tövendagi chaqiriqiga ovoz qo'shishdan boshqa narsa emas edi. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله mundaq deydi. Sizlarga Alloh va oxirat kunidan qo'rqqan odamlar uchun Allohning rasulida bir yaxshi ulgilik ruh bordir. Ondan qasa Rasulullohning o'z sunnatiga agishish va sunnatni ching tutishga qilgan buyrug'iga ovoz qo'shish yuzidan edi. Rasululloh alayhisalom bu vaqtda mundaq degan: "Mendan haj faoliyatlaringlarni o'rganib olinglar." Yana mundaq degan: "Sizlar mening qandoq namoz o'qiganimni ko'rgan bo'lsanglar, shu bo'yicha namoz o'qinglar." Yana mundaq degan: "Unimg'anlardan boshqa ummatimning hammasi jannatga kiradi." Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, unimaydigan odam kim?" deyishganlarda Rasululloh: "Manga itoat qilgan odam jannatga kiradi, manga asiy bo'lgan odam unimagan bo'ldi" degan edi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: "Men sizlarga Allohdan qo'rqishni, bir qari negir boshliq bo'lgan taqdirda ham buyruqini anglab, amriga itoat qilishni tavsiya qilaman. Sizlarning ichinglardan umr yor berganlar mendan keyin yaqin kelgusida ko'plagan ixtiloflarni ko'radi. Shu holda sizlar mening sunnatimni to'g'ri yo'l tutgan, hidoyat qilingan xalifalarning sunnatini ching tutib, uningga ching yepishib, uni eziq tishinglar bilan tishlanglar. Yangi paydo qilingan ishlardan saqlaninglar. Har qanday yangi paydo qilingan ish bid'atdir. Har qanday bid'at zalolatdir." Mana bu Rasulimizning hadisiga qarata sahobalarning pozitsiyasini bayon qiladigan talayligan ko'rsatmalarning az bir bo'ligi. Bu Rasulullohning hadisini bilish, uningga sal qaramaslik, qattiq ahamiyat berish, astin chiqarmaslik va mas'uliyat tuyg'usi bo'lishla emas, balki bu sunnatni mening so'zimni anglab, bu so'zni asli saqlagan va anglagan peti boshqalarga yetkazgan odamni Alloh ko'rkam qilsin. Bir qism yetkazuvchilar va naq maydonda anglovchilardan bakrak angliqdir deb aytgan Rasulimizning so'ziga ovoz qo'shib, anglagan kishilarga yetkazishga bo'lgan qattiq qiyrismanlik tusiga ega bo'lgan pozitsiyadir. Mana bu orqali hadisning Alloh va Rasulining dushmanlarining yuqorqi davronlarida naqadar kazzob ekanliklarini tushungili bo'ladi. Bularning sahobalarning cho'nglari hadis rivoyat qilishni yaxshi ko'rib ketmaydi. Xalifa Umar hadis rivoyat qiluvchilarni qo'rqitadigan edi. Bir qatim u o'zining deganini ijro qilib, 3 sahobini ko'p hadis rivoyat qilgani uchun qamab qo'ygan edi degan davosiga kelsak, u ularning ilgirki kazzobliklariga qo'shiladigan yana bir kazzobliqidir. Shundaqla ularning hamma so'zida mavjud bo'lgan ularga xos qaymoq turish taktikasidir. Sahobalar hadis rivoyat qilishni ancha yaxshi ko'rib ketmaydi degan so'zni olsak, bu so'z tubdan botil. Eng to'g'risi sahobalar hadis rivoyat qilishdan mas'uliyati og'ir bo'lganini. Rasululloh haqida yolg'on aytgan kishiga qarata Rasulullohning tahdidi qattiq bo'lgani uchun hadis rivoyat qilishdan ayminib o'zini tortadigan edi. Bu vaqtda Rasulimiz mundaq degan: "Kimiki mening ustimdan qasddan yolg'on aytsa, bu odam do'zaxdan o'zining o'rnini tepib olsin." Sahobalarning oldida ikki ish bo'lib, ular bu ikki yil ishqa hirisman edi. Birinchi, Allohning dinini atrofidagi ummatga yetkazish. Ikkinchisi, Rasulullohdan yetkazayotgan har bir narsaga qarata qattiq inchik tekshirish. Shu yüzden sahobalar ichidagi ba'zilar Rasulimiz haqida hadis rivoyat qilayotgan vaqtida chiroylari o'ngib, bir xil qo'rqinch ichida qolgan edi. Demak, to'g'risi sahobalar Rasululloh ustidan yolg'on aytib qilishdan yoki rivoyat qilgan so'zlarda xatolashib qilishdan qattiq qo'rqishganligi sababli hadis rivoyat qilishdan ayminadigan edi. Bu hargizmi ularning deganidek sahobalarning hadisni shar'iy emas deb qaraganligi uchun yoki hadisni shar'iy manbalardan bir manba emas deb qaraganligi uchun emas. Xalifa Umarning Abdullah ibn Mas'ud, Abu Zar va Abu Darda qatorliq 3 nafar sahobani qamab qo'yganlik masalasiga kelsak, bu xalqning og'zida eqib yurgan yolg'on to'qilma rivoyat bo'lib, buni ba'zilar shu kishilarning og'zida eqib yurgani bo'yicha bayon qilishgan. To'qilma hadis vaqaliklar kitoblarda xotirlangan kishilarning og'zida eqib yurgan paranglar yoki bir qism kitoblarda bor narsaning hammasi sahih bo'lib qolmaydi. Bu yolg'on davoni tekshirib diagnoz qo'yish masalasini Imom Ibn Hazm Al-Ihkam degan kitobida o'z ustiga olgan bo'lib, bu kishi mundaq deydi:
Ömer radıyallahu anhu'nun Abdullah ibn Mas'ud, Abu Darda ve Abu Zerni Rasulümüz hakkında hadis bayan kıganlık sebeple kamap koyganlığı rivayet kılınıp gelmekte. İbn Hazm bu rivayetning munqati, ya'ni bir yurish hadis rivayet qiluvchilar qatorida bir yoki ikki yerda uzuklik bor hadis ekanligiga eskartish berib o'tgandan keyin buning shar'an tekshirish va diagnoz qo'yib mundoq deydi. Bu xabarning yolg'on va to'qilma ekanligi o'z-o'zidan aniq. Chunki bu xabarni tövandikidek tahlil qilishga to'g'ri keladi. Birinchi ehtimollik Xalifa Umar sahobalarni qamash ishida ularga tuhmat qilib ayblagan bo'ladi. Buning bo'lmug'ir gap ekanligi aniq turibdi. İkinci ehtimollik o zat sahabelarni ma'lum hadisni yetkazishdan cheklab, yo'shirishga zo'rlab yetkazmaslikka majburlagan. Bu islomdan murtadlik bo'ladi. Alloh mu'minlarning amriga murtadlikdan panohlik bergan edi. Demak, bu ikkinchi xil so'zmi hech bir musulmon deydigan so'z emas. Uchinchi ehtimollik Umar radhiyallohu anhu ularni ayblanmagan, gunohsiz holda so'lab qo'ygan bo'ladi. Bu holda Umarul Faruq ularga zulm qilgan zolim bo'ladi. Çerik mazhab uchun mana shunday rivoyatlarni dalil qilib atqanlar bu nejis tanlashlarning birini tanlab olsin. Mana shunday qilib ularning bu davrining yolg'on ekanligi, bu davran asosiga qurib chiqqanlarning cherik ekanligi ayon bo'ladi.